Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelayotgan do'stlar. Mana aboylarimizni ham boshlab yubordik. Aboyimiz do'stlar attachenta ko'rinishda. Oq seri aralash svet. Asta-sekin bityapti. Patologimiz natijnoy bo'ladi keyin, aboydan keyin. Eski patolog shunday qoladigan bo'ldi do'stlar. Mana aboylarimizni yopishtirib, pollarga laminatlarimizni joylab olsak, xudo xolasa ishlarimiz yakunlanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Kuzatishda davom eting.